Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, telefon versiyasida uzoq kutilgan videoni qilishga qaror qildim. TradingView'da hozirdagi Bitcoin holati, USDT dominans, Solana, Ethereum, Tom'ning hozirgi holati va uzoq kutilayotgan birish bozorini qachon yakunlanishi va may oyi holati bo'yicha video tayyorlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda sizlarga ilm bo'lib qolishi uchun tushuncha beraman. VIX, ya'ni bu indeks bizga nima uchun kerak? Indeks bizga har doim bozor holatini aniq va to'g'ri baholab beradi. Ya'ni indeksdagi tushish va yuqorilash harakatiga qarab biz savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Haftalik holatda, ya'ni oylik holatni ham ko'raylik. Xo'p, ancha pastroqda oxirgi marta maksimum yangilanish bu hozir oylikdagi holati bo'yicha 34 gacha chiqibdi. Maksimumlari yangilanish bo'lgan 2020-yil va mana 24 avgust 25 aprel oylariga to'g'ri kelyapti. VIX har doim yuqoriga harakatlanganda bozorda keskin tushish hosil bo'ladi. VIX har doim biz savdo qilishimiz uchun 20 dan past darajada bo'lishi kerak. 20 dan past daraja. Belgilab qo'yamiz, 20 dan past daraja. Mana shu oraliqdan yuqoriga tepaga chiqmasligi kerak. Yuqorilashni boshladimi bozorda deyarli 90% holatda, ya'ni berish ayiq bozori bo'ladi va hamma coinlari zararga kirib ketadi. Bu kripto uchun. Misol aksiyalar bo'ladi. Ularda ham albatta hozir S&P 500 ni misol ko'tarilish maksimumlarini yangilayotgani sababli, ya'ni top daraja maksimumga chiqib bo'lgandan keyin u yerda bozordan chiqish kerak aslida har doim. Shuni inobatga olgan holda VIX bilan biz mana shu kriptoda asosan ishlatib kuzatib boramiz. Xo'p, oxirgi marta 29-aprelda FOMC bo'ldi. Foiz stavkalari tushirish ehtimolligi deyarli yo'q edi o'zi. Tushirilmadi va yaqinda kutilayotgan yangiliklardan Jerome Powell ketadi va uning o'rniga yangi rais tayinlanadi. Endi hozir trendga aylangan yana bir narsa internetda har safar federal zaxira uchun yangi bir rais tayinlanganda bozorda keskin qulash va ya'ni noaniqlik yuzaga kelgan degan taxmin va ehtimolliklar bor. Bozorni o'zi ham bu narsani ko'rsatib o'tib turibdi. Hozir shu haqida ham ko'rib chiqamiz va neft narxiga ham e'tibor qilishimiz kerak. Neft qarshilik darajasida pastga harakatlanmoqda. Xo'p, mana bu patterndan keyin 134 ni ko'rish ehtimolligi bor deb chizib qo'ydim. Xo'p, oylikdagi holatini tahlil qilgan ekanman. $107 maksimum qarshilik zonasi bo'lgan mana bu yerda. Xo'p, 11-yil bu. 11-yil, 12, 13 va 14-yillarda maksimum shu yerda kuchli rezistans zona hosil bo'lganligi uchun yana shu yerdan qarshilikka uchrayapti. Neft narxi qanchalik ko'tarilsa bu, ya'ni pul har doim harakatda. Asosiy hedge fondlar, katta gigant investorlar ularning puli hech qachon cash, ya'ni pul ko'rinishida turmaydi. Ular har doim daromad qilishni xohlaydi. Shuning uchun misol neftga ham investitsiya qiladi. Mana shu oraliqda neftdan ham yaxshigina daromad olib chiqadi. Tilladan misol shok-shokga aylandi. Tillaning narxi misol 4500 gacha chiqdi. Xuddi shunday aktivlarda ular faol ravishda harakatlanadi. Qaysi aktiv xavfsizroq va o'sishga moyillik bo'lsa, o'sha aktivda savdo qiladi.
O'zimizni har doimgidek Bitcoin'ga qaytadigan bo'lsak, o'tgan kun mana shu chartni tashladim. Endi sabablarini tushuntirib berishga harakat qilaman maksimum. Xo'p. Biz tarixga qaraymiz. Tarixda nimalar bo'lib o'tgan bo'lsa, xuddi shu narsa takrorlanadi. E'tiborli joyi mana shu yerda bitta откат qilib olgan, ya'ni narx har doim pastga tushdimi, bitta yuqoriga yurish bo'ladi. Yoki narx har doim tepaga chiqdimi, albatta bitta korreksiyasi bo'ladi. Shu korreksiyani qilgandan keyin yana davom etadi yo'lda. Xo'p, hozirgi holati ham aslida bu tushuvchi trendni korreksiyasi hisoblanadi. Bu bo'lish holatga o'tganligi haqidagi signal emas. Trend allaqachon buzilib bo'lgan, mana hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p. Mana bu minimum bo'lsa, mana bu maksimum. Shundaymi? Allaqachon bizda yangi minimum hosil bo'lgan. Lower low deydi. Mana bu yerda lower high hosil bo'lyapti. Mana shu nuqta misol 90 minggacha borsa agar va undan keyin yana bitta lower low yangi minimum hosil bo'ladi. Va yangi minimumdan keyin deyarli bu birdaniga 36 mingga tushib ketmaydi, 30 mingga. Shu oralikda ozgina tushish bilan 47 mingga tushadi-da va yana bitta lower high yasaydi. Zina tushib kelishi bu normal holatda bo'ladigan voqea. Aynan shunday harakatlanishi ma'qul. Bu sog'lom korreksiya hisoblanadi. Va keyingi darajamizga 35 mingga xuddi shunday harakatlanib kelgandan keyin konsolidatsiya zonasiga tushib olgandan keyin yana maksimumlarni yangilash ehtimolligi bo'ladi deb hisoblaymiz. Xo'p, Bitcoinni kattaroq chartda ko'radigan bo'lsak, mana har safar o'sdi, bitta tushdi, o'sdi, bitta tushdi, o'sdi va yana bitta korreksiya, o'sdi va yana bitta korreksiya. Bizga mana shu narsa kerak ayni hozirgi vaqtda. Ana shu jihatlarni inobatga olgan holda biz hozirgi tushishni korreksiyasida ekanmiz. Men aytib o'tdim, yaqinda post qo'ydim 2 kun oldin. Men har doim bozordaman o'zi aslida, lekin xavfsiz holatda harakatlanaman. Ochko'zlik bilan kirib kelib, misol uchun mana bu yerda bo'lib o'syapti degan taqdirda 100% hamma pulim bilan bitta coinga kirmayman yoki hamma pullarimni coinlarga tarqatib tashlamayman. Foyda bo'ldimi, foydani yechib qo'yaman. Demak, bizga hozirgi haftalikdagi holatda mana shu yerda FVG to'ldirilishi kerak bo'lgan zonada mana FVG ga hozir 0.5 ga chist reaksiya bergan. Shu reaksiyadan pastga yurish ehtimoligi juda yuqori. Mana avvalgi Fibonacci darajamizni ko'rsatib o'tgandim. Mana buni chizadigan bo'lsak, xo'p. Bizda point of interest mana bu 89 ming 82 ming zonalar hisoblanadi aslida. Lekin mana bu yerda FVG ni o'zini ham qarshilik darajasi sifatida e'tiborga oladigan bo'lsak, ishlayapti. Undan yuqorida ko'rsatilgan FVG zonada haqiqatan ham faqat shu FVG zonadan olib ketdi. Lekin agar haqiqiy sog'lom korreksiyasi bo'lish kerak bo'lgan taqdirda edi, mana bu Fibonacci darajasini tortganda, xo'p, bizda short pozitsiyani ko'rsatib o'tay. Mana bu zonaga kelishi kerak edi avval. Bizda maksimum mana bu zona va 0.24 zonalar target sifatida qo'llanilardi. 0.24 2.1 yoki 3.1 RR, ya'ni risk reward darajamizni hisobga olgan holatda mana shunday pastga harakat bo'lishi kerak edi. Endi hozirgi darajamizdan bunga o'tadigan bo'lsak, Fibonacci'ni o'chirib tashlaymiz, kerak emas. Maksimum
va keyingi darajamizni chizib ko'rsatib o'taman. Sog'lom korreksiyasi mana shunday bo'lishi kerak aslida. Oradagi FBG zonalarga reaksiya berganligi uchun biz qarashni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Ya'ni inobatga olishimiz kerak FBG zonalaridan ham reaksiya olish ehtimolligi borligini. 0,618 haqiqiy qo'llab-quvvatlash darajasi hisoblanadi. Ya'ni bu teskari holatda ishlayapti. Berish bozor bo'lganligi uchun. Xo'p, ortiqcha narsalarni o'chirib tashlaymiz. Bu ishlab bo'lgan, kerak emas. Sonani ham o'chiramiz. Xuddi mana shunday pastga harakat bo'lishi kerak. Meni qarashim shunday. Adashmasam oylikda yuqoridagi zonani belgilaganman. Oylikda ham bitta FBG zona bor. Oylikda mana bu nuqta FBG hisoblanadi. Mana shu oraliq rezistent darajasi hisoblanadi. Shuni ham inobatga olib qo'yganman. Pag'ona ishlash kerak. Katta time framedan har doim kichkina time framega qarab yurishni boshlash kerak. Mana bu yerda e'tibor qiladigan bitta shamga e'tibor qiling. Doji ko'p hollarda pastda va ya'ni trendning eng minimum va maksimumlarida shakllanadi doji shamlari. Hozirda mana shu zonada shakllanyapti va mana bu sweep qilyapti. Hozirgi shamning ustuni yopildi va tanasi to'liq haftalik shamga yana 3 kundan keyin inobatga oladigan bo'lsak, soya shaklida yopilib dojiga aylanib qolish ehtimoli, ya'ni hammerga aylanib, bolg'a shaklidagi shamga aylanib qoladigan bo'lsa, albatta bu tasdiq bo'ladi. Haqiqatan ham pastga tushishimiz ehtimolligi yuqori. May oyi holati bo'yicha fundamental yangiliklar bor yo'qligini hali ko'rganim yo'q. Hozirgi holat bo'yicha menda USDT dominansida ham qo'llab-quvvatlash darajasi bor. USDT dominans holatini aytib o'tganman. Har doim USDT pastga tushganda bozor yashil holatda, ya'ni Bitcoin yuqoriga harakatlanadi. Yo'q, agar USDT dominans yuqorilashni boshlasa, bozorda tushish bo'ladi. Demak, hozir bizda bozorda tushish ehtimollik bo'lishi yanada yuqoriroq. Chunki haqiqiy support darajamiz bor. Bundan oldin ishlagan va haligacha ushlab kelish ehtimolligi bor bo'lgan yillik daraja bor. Xo'p. Oylikka o'tamiz. Oylikda mana bu yerda 23-yilda 23 iyul va 24 avgust va nihoyat 25-yil noyabrda avval bizga qarshilik bo'lgan zona endi support zonaga aylandi, ya'ni qo'llab-quvvatlashga aylandi. Va bundan pastga tushish ehtimolligi hozir juda past. Bu zonaning pastdan tushish ehtimolligi past. Chunki mana bu zonada olinmagan likvidlik bor. Bu aslida USDT dominans umumiy investorlarning qo'lidagi pul holati qandayligini baholab beradi. Bu aktiv sifatida xarid qilinmaydi. Bu ham indeks sifatida qo'llaniladi. Ya'ni bozordagi USDT ning holati, necha foiz miqdorda USDT bor odamlar qo'lida. Shunga qarab biz savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi keyingi darajalar hozir men kutayotganim maksimum yangilanadi albatta. Shu maksimum yangilanadigan bo'lsa 949 darajagacha yetish ehtimolligi bor. Deyarli mana bu equal high deydi. Yuqori teng tepalik olinishi kerak. Shu olingandan keyin razvorotni modellarini ko'rishimiz mumkin yana bir bor. Xo'p. Haftalikdagi korreksiya zonamizda hozir Fibonacci'ni tortadigan bo'lsak,
Keyingi harakat aytilganday ana shu holatda. Xo'sh, 983 zonaga yetib kelish ehtimolligi bor. Keyingi korreksiya zonamiz 56.000 mi? 51.000 zonaga to'g'ri kelyapti. 51.000 zonada mana bu hududda 49.000 dan olinmagan likvid pullar bor. Vek sifatida tashab ketgan. Mana shu yerga ham albatta yaqinlashadi. Ya'ni sham to'liq bir soya tashab yana qaytib oladi-da. Mana bunday harakatlanadi. 2-3 to'liq sham bilan kiradi. Kirib chiqqandan keyin yana o'sha konsultatsiya qilib range holatda reklamalarim jo'nga tegdi. Va yana pastga mana bunday davom etadi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Mana shunday davom etamiz biz. Tushishga tayyor turish kerak. Har safar mana bu zonaga kelganda qisqa vaqt oralig'ida, qisqa vaqt emas, aslida 3 oydan buyon biz mana bu range'damiz. 3 oy. To'liq mana bu shamni hisoblaydigan 3 oydan buyon range'damiz. Range holatda bozorda harakatda coinlar yurish ehtimolligi bor. Qisqa. Umuman misol faqat Bitcoinga pul kirganligini inobatga oladigan. Umuman Ethereum, Solana holatini ham kuzatish kerak. Ethereumda mana bu zonada o'sish bo'lishi kerak edi. Lekin hozircha yurish bo'lgani yo'q. Kuchsiz holatda. Haftalikda Ethereumda mana bu zona 2700 va 2393. Fibonacci bilan oraliq narxni belgilab oladigan bo'lsak, 0.5 ya'ni FVG zonasini 0.5 da ko'pincha reaksiya bilan pastga tushish bo'ladi. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, 2551 narxdan qaytish kerak. Va Solana'dagi holat umuman o'zgarishsiz range holatda. Qisqacha o'sish bo'ldi, aytib o'tganimdek. Konsultatsiya, kuchli konsultatsiya davom etyapti. Mana bu qismda yaxshigina pul bor. Mana bu qismda pul bor. Va mana shu zonadan umumiy hammasini pastga qarab yechadi. Chunki pastda pul bo'lgandan keyin albatta pastga harakatlanadi. Mana bu yerda likvidlik bor, likvidlik. Mana shu likvidlikni yechish kerak. Narx pastga harakatlanadi. Xo'p, FVG zonalarga ishlagani yo'q, hozircha haftalikka o'tamiz. Solanoda ham xuddi shunday holat. Keyingi harakat qayerga bo'ladi desa, albatta pastga qarashim. Minimum $47 biz tushishga tayyor turishimiz kerak. Va bundan ham pastroq tushish ehtimolligi bormi desangiz, ha bor. Chunki oylikda mana bu yerda to'ldirilmagan FVG zonalari bor. Ishlamagan FVGlarga albatta ishlaydi bozor. Mana FVG eng kuchli FVG zonalarda. Bozorda mana shu nuqtadan keyin
FOMO bilan kuchli impulsiv shamlar hosil bo'lgandan keyin bozorda to'ldirilmagan imbalans, ya'ni balansirovka bo'lmagan, ya'ni nomutanosiblik yuzaga keldi-ku, o'sha nomutanosiblikni bozor to'ldirishi kerak. Toki mana shu bozor shu nomutanosiblikni to'ldirmaguncha, baravar bo'lmaguncha keyingi yuqoriga harakatlanish bo'lmaydi. Mana bu yerda e'tibor qiling. Misol FVga tashab keldi, imbalanslar bor va yana shu hududni to'ldirib yuqoriga harakatlandi. Bitta bunga bog'liq emasda, chunki sabab likvidatsiyani holatini, imbalans holatini, aynan shu coinni harakatlanish strukturaviy holatini, kelajagi bor yo'qligini, shu proyekt haqiqatdan ham kelajagi borligi uchun harakat qilyapti va kurashyapti degan jihatlarni ham inobatga olish kerak. Oylikda e'tibor qiling, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta sham bilan tushib, 6 ta sham bilan tushgan, 6 ta sham. Faqat tushish bo'lgan. Biz mana bu zonadamiz. Bundan oldingisida 2 ta to'liq sham bilan tushib bergan. Mana bu maksimumidan minimumgacha oz tortadigan bo'lsak, necha foiz tushganini ko'ramiz. 94% tushish deyapti. Hozirgi holatida 94% agar Solana tushadigan bo'lsak, hop. Minimumga tushmaydi-yu, lekin $25-30 holatiga ham kelib qoladi. Mana shu zonaga albatta keladi. Men kutyapman. Mana shu zonani kutyapman Solanada. Bundan oldingi efirlarda hali Solanada bunchalik pastga tushishi haqida ma'lumot bermagandim. Xuddi shunday yana maksimumlarni yangilab harakatlanib yuqorilaydi albatta. Demak, bizda holat mana shunday. Kutish kerak, sabrli bo'lish kerak. Hozir mana bu yerda trend chizib ko'ramiz. Qani, trend liniya bo'yicha qayerga to'g'ri keladi? Albatta shu zonaga to'g'ri kelyapti. Telefonda shunaqa joylari yomonda. 2 marta xato bo'lsangiz o'tib ketadi. Mana shu trend liniya bo'yicha harakatlanadigan bo'lsa, mem-coinlarda ham bor. Shu yerda yana bitta qo'shimcha dars sifatida bo'lib qolsin, tushunarli va foydali bo'lsin. Mem-coinlarda mana bunday struktura bor. Bitta yangi coin chiqadi, harakatlanadi. Tushib keladida, mana bu minimumni yangilamasdan va yana harakatlanishni boshlaydi. Yangiroq maksimumni yangiladi va yana tushib keladi, dam oladi. Coin endi keyingi minimumni yangilamasdan yana yuqorilaydi. Keyin nima bo'ladi desangiz, allaqachon mana bu yerda yaxlit bir trend shakllangandan keyin coin to'xtovsiz maksimumlarni yangilaydi. Biz xuddi mana shu etapdamiz. Solana bo'yicha. Bu mani investor mem-coinlar bo'yicha uzoq muddatli shablonlarni kuzatuvlarim, tajribalarim asosida to'plangan bilimim sifatida qarashim shu. Demak, bizdagi holat mana bu trend tushib bo'lgandan keyin konsolidatsiyalar bilan ko'tarilib, xuddi mana shu holatga kelgandan keyin keyingi maksimumlari albatta $1000 gacha ham boradi. Faqat bunga vaqt kerak. 1 kun, 2 kunda bo'lmaydi. Shu 2 yil vaqt davomida sabrli bo'lib kutishni o'rgandimi, demak, keyingi bosqichlarda ham shunga tayyor turishimiz kerak. Xuddi mana shunday trend shakllanadi. Xuddi shunday coinlarni ham ko'rsatish mumkin, mem-coinlarda, xudo xolasa ko'rsataman. Kanalga joylaymiz. Bugungi asosiy tushuntirilishi kerak bo'lgan va sabr bilan
bozorni kutishimiz kerak va bitta narsaga e'tibor qiling. Har oy o'zingiz uchun pul jamg'arib boring. Investitsiyani hozirdan qilish kerak. Hozirda bozorda tushish bo'lyaptimi? Bozorni tushish bo'lgan vaqtida investitsiya qilinadi. Ertaga hamma yugurib kelib Solana narxi $300 bo'libdi deganda xarid qilish kerak emas. Solana ertaga mana $25 tushar ekan, siz demak kamida 10x lik daromadga va undan ortiqrog'iga tayyor bo'lib kirishni boshlashingiz kerak. $25 gacha tushdimi, demak sizda imkoniyat bor, qo'lingizda pul bor va xarid qilish kerak, kutish kerak. Tamom. Solana yo'qolib ketadimi? Yo'qolib ketmaydi. Men bu narsaga 100% kafolat beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.